Nizam ilmiy tadqiqot instituti doirasida qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun qo'yilgan kuzgi rejikni hosildorligi va maydonligini oshirishda mahsul sug'orish va o'g'itlash me'yor hamda muddatlarini ishlab chiqish dala tajribasidamiz. Bu tajribamiz mana bugun to'liq pishib yetildi. Bu yerda turli xil muddatlarda sug'orish va o'g'itlash me'yor hamda muddatlari ishlab chiqildi. Dala tajribamizda 1 metr kvadratdan namunalar olindi. Hosildorligi, moydorligi, turli o'sha ko'rsatkichlarni aniqlash uchun. Hozir ayni daqiqalarda Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutida o'rim yig'im ishlari boshlab yuborildi. Hozir ko'rib turganlaringizdek, ana kuzgi rejik o'simligi to'liq pishib yetildi. Bu to'liq pishib yetilgandan keyin mana o'rim yig'im ishlari bugun 21-may sanasida o'rilyapti. Biza bu ekin noan'anaviy moyli ekinga kiradi. Ya'ni Respublika Prezidentimizning o'sha qaror va farmonlarida noan'anaviy ekinlarni ko'paytirish maqsadida bir qancha vazifalar yuklatilgan. O'sha vazifalarni biz ham ma'lum darajada bajarish maqsadida biz mana shu noan'anaviy ekin bilan shug'ullandik. Buni ekish muddat va me'yorlarini, o'g'itlash, sug'orish muddat va me'yorlarini ishlab chiqildi. Endigi vaqtda buni sug'oriladigan va lalmikor yerlarda ham sinov o'tkazyapmiz va yaxshi natijalarga erishyapmiz. Bu o'simlikning aynan afzallik taraflari mana erta pishib yetilishi, ya'ni u kombaynlarning ish kuchi ko'payib ketmasligidan, ya'ni ish kuchini oshirish maqsadida ham vaqtli buni o'rib yig'ilishi va takroriy ekinlarga ham vaqtli yer maydonlarining bo'shatilishi, ya'ni ikkinchi takroriy ekinlarni ekib yig'ishtirishda ham takroriy ekinlarning o'z muddatida pishib yetilishi ham buni juda ham afzalliklarni bildiradi. Bu noan'anaviy moyli ekinimiz moyliligi juda ham yuqori. Hozirgi paytda aynan respublikamiz aholisining moyga bo'lgan talabini qondirish maqsadida mana shu ekin juda ham yaxshi xizmat qiladi deb o'ylayman. Oldinda 90-95 ming tonna yog' soya ekinlari, noan'anaviy moyli ekinlarni qayta ishlash evaziga yoki chetdan em qurish evaziga aholini yog'ga bo'lgan talabi qondiradi. Ya'ni buni o'ylashimiz mumkinki, yana 100-150 ming tonna yog' chetdan import bo'lib O'zbekistonga olib kelinayotganligini ko'rishimiz mumkin. Biza bu narsalarni biza yechimini topish maqsadida mana shunaqa noan'anaviy moyliligi yuqori bo'lgan ekinlarni o'zimizning iqlim sharoitimizga moslashtirib yuqori o'simlik moyi olsak, aholini yog'ga bo'lgan talabini qondiramiz deb o'ylayman. Ya'ni bu o'simlikning moyliligi juda ham yuqori, ya'ni yog' miqdori 40-46% ni tashkil qiladi. Hozirgi vaqtda ya'ni oqsil miqdori ham yuqori, oqsil miqdori 20-28% ni tashkil qiladi. Biza bu o'simlikni o'sha lalmi maydonlarda ham, sug'oriladigan maydonlarda ham keng joriy qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi va bu o'simlik ustida biza ishlab yaxshi natijalarga erishmoqdamiz.